Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men bugun Sardor. Bugun yangi bir dasturimizni ko'rib o'tamiz. Ham kompyuterda, telefondayam ishlayveradi. MX Pro dasturi. Bu yerda hozir 34 ta bo'limi bor. Hammasi ishlaydi. Bitta-bitta bosqichma-bosqich ko'rib o'tamiz. Birinchi bosqichdan boshlaymiz. Hozir bu yerda bitta akkaunt bilan turibdi ekan. O'chirib qaytadan ko'rsatib o'taman. 4-bo'lim bu akkauntni o'chirish. Bo'ldi, akkaunt o'chdi. Bu yoqda ko'rinmayapti. Birinchi bo'lib boshlaymiz. Raqam ulash. Bu yerda bizda hozir nechta raqam kiritishimizni so'rayapti. Hozircha bitta raqam yetadi. Endi raqamni hozir yozib yuboraman. Xuddi mana shunday tarzda kiritishingiz kerak bo'ladi. Raqam kiritganingizdan keyin Telegramga kod boradi. Kodni yozishingiz kerak. Akkaunt ulandi. Bo'ldi, bunga raqam ulandi, akkaunt ulangan. Endi bu yerda akkauntlar ro'yxatini ikkinchi raqamli bo'limda akkauntlar ro'yxatini ko'rib olishingiz mumkin. Bosasizda mana nechta akkaunt bor. Ikkinchisi xato kiritilib qolgan. Hop, bu yerda spam bo'lgan barcha raqamlarni ko'rish 3-qator. Ko'rib chiqamiz bitta-bitta mana. Akkauntlar tekshirilmoqda mana. Akkaunt toza, aktiv deb ko'rsatmoqda. Keraksiz raqamlarni o'chirish bu. 4-ni ham ko'rsatib o'taman. Mana ikkinchi raqamni o'chirib tashlaymiz. Mana o'chdi raqam. 5-inchisi kontaktga saqlash ekan. Kerak emas bu hozircha. Kontaktdagilarni o'chirish ekan. 6-bo'lim, 7-bo'limda odam qo'shish bo'limi. Bu odam qo'shishda guruhdan guruhga olib o'tsa bo'ladi, yopiq guruhdan ham odam olib o'tsanglar bo'ladi. Mana 8-bo'limda ko'rsatib qo'yilgan. Bu 9-bo'limda esa kontaktdagi odamlarni qo'shish. O'zingiz kontaktdagi odamlaringizni guruhga qo'sha olasiz. 10-bo'limda onlayn odamlarni qo'shish. 11-bo'limda haftalik odamlarni qo'shish. 12-bo'limda esa oylik odamlarni qo'shish imkoni bor. 14-misol uchun ko'rib o'tamiz. 14-ism, familiyani va buyoni o'zgartirish. Hozir kompyuterimga ulanmaganligi uchun buni ko'rsata olmayman. Sizlar bir qarab ko'rsanglar bo'ladi. Username qo'ysanglar bo'ladi. Rasm o'zgartirsanglar bo'ladi. Waiver bor. Ya'ni hozir bunda ishlaydi, ko'ramiz. Birinchini ko'ramiz. Bu o'sha Telegramning o'zini rasmiy akkauntidan kelgan xabarlarni ko'rsatib beradi. Spamdan chiqishga ariza berish bo'limi ham bor. 26 ni bossanglar bu yerda mana akkaunt toza, cheklov yo'q deb aytmoqda. Bu srazi spam botga aloqaga chiqadi. Akkaunt ma'lumotlarini tekshirish. Mana 31 da akkauntingizni ma'lumotlarini tekshirib olsanglar bo'ladi. Oddiy qo'yilgan mana faolligi, telefon raqami. Endi mana hozir vaqtni nima qilmasdan, olmasdan odam qo'shni ko'rsatib o'taman. Mana 7 ni bossanglar, 7-bo'limda odam qo'shish keladi. Odam yig'iladigan guruhning linkini tashlang. Misol uchun faol bo'lmagan odamlarni qo'shmaydi, faqat faollarni qo'shadi. Mana bunda hozir 193 ta faol foydalanuvchi bor deb ko'rsatmoqda. Endi odam qo'shiladigan o'zingizning guruhingiz linkini tashlang dedi. Bu yerda biz test uchun yaratib qo'yganmiz. Guruh mana shu guruhni tashlayman.
va qo'shilishni boshlamoqda. Qo'shilmayapti. Hozir qo'shilishi kerak. Hozir qo'shilishi kerak. Endi nimadir xato endi menimcha boshladi qo'shilishni. Endi o'zi qo'shadiganlarni qo'shib o'tib ketadi, qo'shmaydiganlari ham bor mana. Hozir mana bular qo'shilmoqda mana. Mana уже 5 ta bo'ldi. Endi bu misol uchun bitta akkauntdan cheksiz qo'shib bo'lmaydi. Misol uchun 1000 ta, 2000 ta ham qo'shib bo'lmaydi. Prosta bitta akkauntdan 10 tagacha qo'shsanglar bo'ladi maksimum. Shunaqa qilib. Hozir endi akkaunt spammi, spam emasmi ko'rib ko'rsatib o'taman. Hozir 3-chisidan boshlaymiz. Mana 3-chisi spam. Bor raqamlarni ko'rish ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Spam bormi, yo'qmi? Mana akkaunt toza demoqda. Hop, yana bitta tekshirib ko'ramiz. 29 ni ko'ramiz mana. Spamga tushganlikni bilish degan ekan. 29 ni bosamiz va bu yerda ham hozir ko'rsatib o'taman mana. Hozir spam yo'q. Bunda akkauntimiz dasturimizda spamga qarshi narsalar bor. Endi u degani 100% spamga tushmaydi degani emas. Albatta 3-4 marta qo'shilgandan keyin baribir tushadi. Qo'shgan odamlaringiz o'zlari ham spam berib olishi mumkin. Agar sizlarga mana shu dasturimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Manzilni kommentariyaga va opisiyaga qoldiraman. Sog' bo'lasizlar, charchamaydi.